Lekin bitta ishing yurishib ketib qolsa, har tomonlama ketadi. 9-etajdan zarikda otasan, tushganda olti tushaveradi. 100 marta otasan, 100 marta olti tushadi. Lekin yurmay qolganda, shu qo'lingga olib masjidda shuni qo'ysang ham bir tushaveradi. Bor narsa bu. Erkak kishini omadi shunaqa bo'lar ekanda, shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak deyman-da. Ayniqsa yaxshi pul topib ketgan odamlar ko'p pulga ishonib olish kerak emas. Bular hozir uveren zarikda otyapti, 6 ertaga shu ne только otish, stolga qo'ysang ham. Lekin bitta ishing yurishib ketib qolsa, har tomonlama ketadi. 9-etajdan zarikda otasan, tushganda olti tushaveradi. 100 marta otasan, 100 marta olti tushadi. Lekin yurmay qolganda, shu qo'lingga olib masjidda shuni qo'ysang ham bir tushaveradi. Bor narsa bu. Erkak kishini omadi shunaqa bo'lar ekanda, shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak deyman-da. Ayniqsa yaxshi pul topib ketgan odamlar ko'p pulga ishonib olish kerak emas.